Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Barchangizga ro'za-yu Ramazon oylari muborak bo'lsin. Tutgan ro'zalaringiz Alloh dargohida qabul bo'lib, xonadonlaringizga qut baraka, fayz berishiga tilakdoshmiz azizlar barchangizdan. Azizlar, sizlarga bir taklif bilan chiqyapmiz. Bugungi sizlarga ko'rsatadigan mikroavtobusimiz Joylong A4 hisoblanadi. Bu mikroavtobusimiz 15 kishini o'z bag'riga sig'dira oladi. 2.4 atmosferli motor hisoblanadi. Bemalol propan, metan ustanovka qilsanglar bo'ladi. Mashinamizda 5 bosqichli mexanika uzatmalar qutisi mavjud azizlar. Albatta mashinamiz haqida soatlab gapirishligimiz mumkin, lekin buni liniyada yurgan akalarimiz juda yaxshi bilishadi. Joylongning sifati qanaqa, yurish qanaqa, hadoylari qanaqa, hadoychasi, yamalardan o'tishi boshqasi qanaqa, amortizatsiyasi qanaqa, hammasi haqida ko'plab tadbirkor akalarimiz ma'lumotlariga ega. Shuning uchun azizlar, mashinani asosiy qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Mashinamiz asosan 195R15 razmerli disk balonlarimiz bilan jihozlangan. Mashinamizning kengligi ham keng hisoblanadi. Keling, ichini ham bitta ko'rsatib o'taylik. Eshigimiz ham udobniy, qo'yvormaydi, ushlab qoladi. Mashinamiz ichki ko'rinishi azizlar juda keng hisoblanadi. Bu sidenalarimiz 3 kishiga mo'ljallangan. Orqa tarafiga 12 kishi bemalol sig'adi. Oldi tarafida mashinamizni shofyordan boshqa yana 2 kishi bemalol o'tirib keta oladi. Bu yoq tarafi ham keng azizlar. O'tirishga qulay, udobniy, kichkina sidenalar, o'rindiqlar qo'yilmagan. Monitorlarimiz bilan jihozlangan, vixlitli sistemalarga ega mashinamiz. Oldi orqa konditsionerlar bilan jihozlangan mashinamiz bemalol yozda sizni sovuq muzdaygina havo bilan ta'minlab beradi, qishda issiqqina havo bilan ta'minlab beradi pechkalarimiz. Oldi va orqaga ishlaydi mikroavtobusimizda. Kalpaklarimizni dizayni ham o'zgacha bo'ladi azizlar. Mashinani ochib turishiga mashina narsa ham juda ko'p hissalarni qo'shadi. Albatta. Eshiklarimiz yopilishi ham yumshoq, bitta qo'l bilan bemalol yopiladi. Azizlar, tadbirkor akalarimiz, halol mehnatni yaxshi ko'radigan, rizqini ko'chadan, yo'ldan teradigan hurmatli akajonlarimiz, taklifimiz sizlar uchun. Albatta bu mashinalarimizni soni cheklangan miqdorda, kimnidir tenderi yaqin bo'lsa, kimnidir tenderi bo'ladigan bo'lib, hozir mashina xarid qilish kerak bo'lib turgan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilasizlar. Eng qulay narxlarda, eng oson shartlar asosida ushbu mikroavtobuslarimizni xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari bizning avtosalonimizda Jack Sandray avtomobillari, mikroavtobuslari ham ayni daqiqalarda sotuvda mavjud. Eng arzon narxlarda, eng qulay shartlar asosida ularni ham xarid qilishingiz mumkin azizlar. Shu jumladan M3 minivellarimiz, Jack M4 minivellarimiz ham bizda mavjud. Nima uchun aynan Asiya motor degan savol tug'iladi azizlar? Bizdan xarid qilishligingizning asosiy sabablaridan biri, bizda servis xizmatlari mavjud. Zapchastlarimiz, polniy ehtiyot qismlarimiz topiladi. Hamma mashinalarga ehtiyot qismlari bo'yicha ham bevosita bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Mashinani bizdan xarid qiladigan bo'lsanglar, ehtiyot qismlarining narxlarini ham ko'chada 2 millionlik narsani bu yoqda 1,5 millionga qilib beramiz, xudo xolasa. Inshaalloh. Demak, barchangizni Asiya motor avtosalonida kutib qolamiz. Shu jumladan Minivan City kanali ham har doim siz bilan birga azizlar.